tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Va ko'rdikki, juda ham oddiy kutib oldi to'pni Shri Lankaliklar. Biz standartlarda bunday holatni ko'p bora ko'rishimiz mumkin. 12-raqamdagi futbolchi Gita Rana gol muallifasi. Takroriy lavha hozir bizga namoyish etiladi. 1-0 hisobda adashib ketmasak bo'lgani. Hali boshlanish bu. Mana ko'rdingiz. Hech kim qaragani yo'q. 9 nafar oq libosdagi futbolchini ko'rishingiz mumkin mana shu kadrda. Lekin ana shu 9 nafar futbolchining birortasi raqibni to'xtatishga urinmadi. Aniqrog'i to'xtata olmadi. Boshlanishi mana shunday bo'lyapti o'yinimizni, qadrli do'stlar. Ushbu uchrashuv Toshkent vaqti bilan 17:30 da start oldi. Kechroq 20:30 da esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bhandari gol muallifi. Nepal ishqibozlarini ko'rishingiz mumkin. Mana ikkinchi gol. 5 taga yetdi uning gollari soni. Bu borada raqobat qanday bizning guruhda? Biz esa kutamiz, ruxsat bor. Zarba yo'llandi darvoza tomon va 3-gol. Chiroyli gol urilyapti standart vaziyatdan. Zarba kuchsiz. Lekin gol. Bhandari dubl muallifiga aylandi. Ko'rindi. O'sha epizoddan, ya'ni u yirik planda namoyish etilgandan so'ng yaxshi pas. Qaytimi bo'lishi kerak. Bhandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol rostdan ham. Mana o'sha epizod. Zo'r pas bo'ldi va zo'r zarba bo'ldi. Raibu bitta chap qanotga ko'chirildi, yaxshi o'yladi. Gita Rana uzatma, 4-gol. 4-0. Gita Rana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bhandari hat-trick muallifiga aylanmoqda. Bu yerda u haqda o'ylamasa kerak. Bizga takroriy lavha namoyish etiladi. Bu boyagi gol, 4-gol. Bittada uzatma amalga oshirdi. To'pni to'g'rilab ham o'tirmadi hattoki o'ziga Gita Rana. Madubashini Navanjana Pereira himoya chizig'i vakili. Himoyaga yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum. Penalti do'stlar.
Azizlar, qoida buzilgan deb topildi mana shu vaziyatda. 10-raqamdagi Rashmik Umar Gisi yiqitildi jarima maydoniga kirgan chog'ida. Rashmi Kumari Gisi hujumchi, markaziy hujumchi, lekin asosan Sabitra Bxandarining ortida o'ynamoqda. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. Boy 10-raqam. Mana o'sha penalti belgilangan vaziyat. 4-raqam egasi Sachini de Silva. Nol. 62-daqiqa, 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar, 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Shuningdek, Sevandi hali ko'p ko'ramiz. Mana o'sha gol. Uzatma muallifi Anita Basnet, 11-raqam egasi. Yaxshi pas keldi. To'p uncha kuchli kelmadi, qulay bordi boshga va to'g'ri darvozaga. Yosh, ikkinchi qavatda orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. O'sha muxlisning hayqirig'ini eshityapsiz. Juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz mana, bu yerda himoyachi o'tkazib yuborgan ekan. Ortida turgan futbolchiga mana bu rakursdan ham ko'rishimiz mumkin. Qiziq. Bu qadar baland emasdi to'p. Qaytara olmadi. Kech sakragan. Tezda mana shu futbolchi o'zining qalqonchasini oldi. Yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor. 8-golga juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Yo'lakchadan to'pni yuborib qo'ydi.